Aka 2026-yilda elektr tokini tejashdan tashqari quyosh panellarini o'rnatib daromad ko'rayotgan insonlar ham bormi? Ha, albatta, xudo berdi, bu gapingiz to'g'ri. Har bir fuqaro xonadoniga o'z ehtiyojidan ortgan elektr tokini, ya'ni quyoshli panellarni o'rnatgandan keyin o'zidan ortgan tokki davlatga sotib daromad olsa bo'ladi. Mana bugungi obyektimizga qo'ygan 20 kilovatli quyoshli panelimizni mana shu fuqaromiz o'z ehtiyojidan ortgan tokki davlatga sotib, hozirgi kunda 1,5 million 2 million daromad oladi. Yozgi kunlarida u 2 baravariga oshadi. Bu degani 3 million 4 million atrofida daromad oladi. Demak, oyiga 3 million 4 milliongacha daromad olishadi. Ha, oyiga 3 million 4 million daromad olishadi. Bu degani yiliga 3 milliondan o'rta hisobda olganda 1 yilda 36 million daromad oladi. Qarang, quyosh panellariga qilingan rasxod qanchada o'zini oqlaydi? Quyoshli panelga qilingan rasxod hozirgi paytda statistika bo'yicha qaralganda 3 yil ichida o'z puli chiqib, undan keyingi yillarda o'ziga tekinga qoladi. Rahmat.